Mana shunday noyob sariq qo'ylarni xudo xohlasa narxini sindiramizmi? Narxi inshaalloh bugun sinadi. Gap yo'q. Aka o'zi bir bunaqangi narx bo'lma. O'zbekiston bo'ylab bunaqangi narx bo'lmagan narxni qo'yaman. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar ko'rib turibmiz, sariq qo'ylarimizni sifatli, barakali mana shunaqa sariq qo'ylarimiz bor ekan. Buni noyobligi nimada desalar akalar, bular xudo xolasa o'zimizning Hisori qo'chqorlardan qochgan, bolalari yangi paroda bo'lib tushadigan sifatli qo'ylarimiz. Endi aka ko'rib turibmiz, hammasi yaxshi. Bular bo'ylari necha aka? Bo'y 85 plus. 85 plus. Mashallah akalar ko'rganlaringiz 85 plus. Buni juda ko'p aka yelin solib qopdik-ku. Bar o'z yelin to'ldirib turibdi. Xudo xolasa shu bir 10 kunga qolmay tug'adi nima deysiz? 10 kun emas. Uzog'i eng oxiri 1 oyda. 10 kunga boshlab tug'adigan qo'ylarimiz. Yashang. Akalar mana ko'rib turibmiz, uzog'i 1 oyda mana shunaqa qo'ylarimiz tug'ib bo'lar ekan. Kimga kerak desa bemalol shoshilib qolamiz. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Quduq qishlog'idamiz. Qoncha akamizni qo'ralaridan sizlar uchun video qilyapmiz. Bitta yana ma'lumotni aytib ketaylik, akalar qo'y juda ko'p. Nechta kerak desalaringiz mana shunaqa sifat barakali qo'ylardan topib berishaveradi, shuning uchun shoshilib qolamiz. Tishlari ham akalar yosh ekan, ikkita faqat tish to'ldirgani bor dedilar. Qolgani 2 tish 4 tish qo'ylar ekan. Endi Quvonch aka buni narx-navosini sindiramiz deb qo'yishga deb qo'ydingiz. Narxini ish qilib 7, 6,5 unaqa gap yo'qmi? 6,200 dan ketdi. 6,200 dan a? Gap yo'q. Mana akalar boya talashib tortishganmiz. Mana 6,200 dan barakasi bo'ldi. Bemalol kelasizlar. Yana bitta narsa akalar. Ustiga kelib savdo qilgan akalarimizga aytib qaytadigan odam emasmi? Joningiz sog' bo'lsin. Ustiga kelib savdo qilgan akalarimizga yana ham o'tib beriladigan joylari bor. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bugungi sanamiz 13-mart sanasi bilan sizlarga ko'rsatyapmiz.